Jiyanchalarga bo'ladi. 300 ming so'mdan kalasi keladi. Ayazlar bemalol ko'rsanglar bo'ladi. YouTube kanalimizga o'tsanglar video qo'yganmiz, manzillarni hammasi adreslarni tushuntirganmiz. Ayazlar bitta like bosib obuna bo'lishni istachiqmasa Toshkent bozoriga istan yaxshi ko'ramiz. Jiyanchalarga bo'ladi. 300 ming so'mdan kalasi keladi. Ayazlar bemalol ko'rsanglar bo'ladi. YouTube kanalimizga o'tsanglar video qo'yganmiz, manzillarni hammasi adreslarni tushuntirganmiz. Ayazlar bitta like bosib obuna bo'lishni istachiqmasa Toshkent bozoriga istan yaxshi ko'ramiz. Aktiv obunachilarimiz sovg'asi ayazlar. Diqqat bilan video oxirigacha ko'ramiz. 3,5 mingga 5 gilam sovg'a. 40 ming so'mdan gilam. Mana shu ko'rib turgan gilamlaringiz ayazlar. Xohlagan razmeridan bor. 40 ming so'mdan, 70 ming, 80 ming, 90 ming sotilgan, lekin aktiv bo'lgan obunachilarimizga 40 ming so'mdan beramiz kvadrat metrni ayazlar. Manzilimiz Sergeli indeksda. Quyidagi raqamga qo'ng'iroq qiling, uspit qoling. Aktiv bo'lgan obunachilarimizga sovg'a bor. Aytdim sizga sovg'a 3,5 mingga 5 gilam. Sharti juda oddiy. Sharti shu videoga bitta like bosib, maksimal do'stlarga yuborib, kommentariyaga do'stingizni belgilaysiz. Bo'ldi ayazlar. Uspit qolamiz, tezroq kelinglar. 40 ming so'm olib qolinglar. 30 ming so'mdan ko'rib turgan gilamingiz to'ppa to'g'ri eshitdingiz. 30 ming so'm, 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 30 ming so'mdan bunisi 40 ming so'm. Nimaga bu 40 ming desangiz, bu gilam. Bu gilam nusxasi. 80 ming, 90 ming sotilgan aktiv bo'lgan obunachilarimizga 30 ming so'mdan bularni 40 ming so'mdan qilib beramiz kvadrat metrni. Manzilimiz Sergeli indeksda ayazlar. Aktiv bo'lgan obunachilarimizga keling, uspit qoling, oling siz uchun. Manzilimiz Sergeli indeks. Quyida raqamlarga qo'ng'iroq qilinglar, aktiv bo'lib yaqinlar tarqatib qo'yinglar, uspit qolsa hamma. 200 ming so'mdan qimmatbaho gilam. To'ppa to'g'ri eshitdinglar, ko'rib turganinglar, qimmatbaho gilam. Originali bo'ladi, o'zgarishiga gap bo'lishi mumkin emas. Bitta baho beringlar. Bunaqasi faqat gilam sklada bo'ladi. 200 ming so'mdan olasizlar 1 kvadrat metrini. Bularning 1 kvadrat metri 400 ming so'mgacha sotilgan. Manzilimiz Ibn Sino savdo markazining orqa tarafida gilam sklati. Obuna bo'lish esdan chiqmasin, bitta like bosib qo'yinglar. Yoqqan bo'lsa kommentariyaga plus belgisini qoldiringlar. Like bosib qo'ysanglar ham bo'ladi. Batafsil ma'lumot pastdagi raqamlarda. Aktiv bo'lamiz jigarlar, bosamiz. 40 ming so'mdan gilam, bu gilam uy bo'g'onayni ko'rib, eshasa qilmaydi, ayza bemalol sakrab jiyanlar mazza qilib o'ynaydi. 40 ming so'mdan kvadrat metri 560 ming bo'ladi. 3,5 mingga 4 to'liq ma'lumot pastdagi raqamlarda. Manzilimiz Sergeli indeksda. Opajon, opa. Voy, qo'rqitib yubordingiz. O'zim ham qo'rqib ketdim. Bug'um og'riqlariga nima maslahat berasiz? Ha, keling. Mana asalli chuvalchangimiz bor. Yana xolovchilar uchun 0 artrit kapsulamiz bor va tashqi tomondan 0 artrit mazimiz bor. Mana shu koksartroz, gunartroz, poliartrit, meshvazvanochniy griji hammasiga yordam beradi. Даже poliartrit qo'li qichayib qolgan poliartritlarga yordam beradi. Yana kichkina bolalar duduqlanadi-yu, ana o'shalarni ravon gapirtirib yuboradi va yurak sohasiga, ishemiya, taxikardiya, aritmiya hammasiga yordam beradi. Oyoq og'riqlari, revmatizmga ham juda ham yaxshi yordam berib kelmoqda. Narxi necha puldan boshlanadi? 100 mingdan. 100 mingdan, ha? 12 yil dastlabki xizmatlari ham bor. Ayazlar, bular tabiiy mahsulot, bularning foydasi bor. Shu videoga bitta like bosing, quyida raqamlarga qo'ng'iroq qilib, bemalol opam bilan bog'lanib, batafsil ma'lumot olaveringlar. Sizdan yaxshi ko'ramiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tuzumimiz qanaqa? Tinchmisiz? Qarang, reklamada xonalar 90 mingdan boshlanar ekanda. 90 ming. Qayerdan 90 ming so'mmi? Yuring, 90 mingdan boshlanadi, ko'rsataman xonalar. Bu 3 kishilik xonalarimiz 90 mingdan boshlanadi. Xonada Wi-Fi, konditsioner, sanuzel hamma sharoiti bor. Okey, jacuzzi bormi? Jacuzzi yo'lki sanuzel bor, bo'lmaydi. Cho'miladi demanda, qilib cho'miladi, okey. Yo'q, sanuzel bor lekin endi oilaviy xonalarni ko'rsataman, qanday? Yo'lboshchilarincha okey. Jacuzziga cho'milganlar qilmangda. Chiqib Toshkentga gapirsang, bular arzon qilib berar ekan 90 ming so'm. Onangga nima deysan? Onani so'rayapsiz. Alo. Assalomu alaykum hojamsiz. Tarjima etsin. Ha, manzilda ismi manzil Chilonzor, Do'mbrobod 67. Uy. No, men ham tashiyman hozir. Olib keling, tog'alarimda, biylarimda, hammasi olib keling. Ha, joy ko'p, sir, akkuratli joycha, joy. Sog' bo'ling, mayli, ketdik. 250 ming so'mdan boshlanadi videolarimiz, ayazlar, bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Jiyanga, o'zingizga mazza qilib sportni animatsiya qilsangiz bo'ladi. Bunaqa narxlar faqat bizda Toshkent bozorida bo'lishi esdan chiqmasin. YouTube kanaliga o'tsak, manzillari hammasi qo'yilgan. Bitta videoga like bosib, yaqinlar tarqatib, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Do'konimizda barcha mahsulotlarga 60% gacha chegirma e'lon qildik. Bunaqasi bo'lmagan video oxirigacha ko'rib, like bosib qo'yamiz. Mana shu ko'rib turgan barcha suvenirlaringizga 60% gacha chegirma e'lon qilganmiz. Qanaqasiga 60% gacha desangiz, xohlagan narsangiz ko'rasiz. Narx yozilgan bo'ladi. O'shandan 50%, 60% ajratib tashlaymiz. Bu aksiyamiz
oyda oxirigacha amal qiladi. Manzilimizni tushuntiraman. Aktiv bo'linglar sizlar uchun. Manzilimiz Seoul Mallga kirib kelaverishda chap tomonda Koreyskiy dom Royal House birinchi etajda azizlar barcha mahsulotlarga 60% gacha chegirma e'lon qilganmiz. Oyda oxirigacha aktiv bo'lamiz. Nomerlarni qoldirdim, profillarni qoldirdim. Shu videoni barchaga tarqatib, obuna bo'lish esdan chiqmas. Xohlagan narsalarni topasizlar. Telegram kanalga o'tsanglar, lokatsiyalari ham bor. Turkiyaga obunachi sovg'a beramiz. Keling. Toshkent bozor 738 ming obunachisi bor. Kiramiz, obuna bo'lgan bo'lsangiz qarang, diqqat bilan ketdik sanaymiz. Bismillah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Keng. Kim? Mana shu kishigan. Obuna bo'lgan ekanlar, opamiz obuna bo'lgan ekanlar. Assalomu alaykum. Toshkent bozoriga obuna bo'lganingiz uchun sizga yashirin kameradan sovg'a beramiz. Kamera sovg'a sizga. Bu boshlanishi. Obuna bo'ling. Har doim sovg'a olasiz. Toshkent bozoriga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Bular hammasi yashirin kamera. Undan tashqari pul yutuqlari, boshqa sovg'alarim bor. Sizga yaxshi beramiz. Qochishni bor. Давай, yur ketdik. Yuring. Yur. Spor o'ynaymizmi shu narsaga? Yur ketdik. Yuring. Birat ishxonangizdan kamomad chiqyaptimi? Sal ishxonangizdagi ishchilardan podozrительныйmisiz? Bo'ldi mana. Siz uchun 1000 ga yaqin yashirin kameralarni olib kelib qo'ydik. Birinchi qo'l Xitoydan. Eng qizig'i, kelib yochishingiz shart emas. Dastavka xizmati 12 ta viloyatga. O'zim ko'rib hayron qoldim. Qarang mana. Soatlarda ham bor, razvedkalarda ham bor, zaryadchilarda ham bor. Voy, mana buni qarang. Zaryadchilarda ham hattoki yashirin kamera bor. Bitta pastdagi profil, pastdagi nomer orqali zakat qilishingiz mumkin. Dastavka xizmati 12 ta viloyat va Qoraqalpog'iston Respublikasiga ham bor. Uyingizga, mashinangizga yashirin kamera o'rnatmoqchimisiz? Do'koningizga hammasini qilib beramiz. Undan tashqari, agar xavotirda bo'lsangiz, uyimda yoki do'konimda yashirin kamera bormi, shubhalansangiz, detektorlarimiz ham bor. Bemalol detektor xizmatlarimizdan foydalansangiz bo'ladi. 12 viloyat dastavka xizmatlari bor. Obuna bo'lish esdan chiqmasin. Bitta like bosib, yaqinlarga tarqatib qo'yish bu videoni. Nima dedingiz? Go. Xohlagan kamera bor. Dedim senga. Yo'q, ketaman men. Kir ichkariga. Yar ichkari. Yo'q, ketaman men. Menga yangisi kerak. Nima kerak? Yangisi kerak. Kecha gapga borganimizda hamma dugonalarimda yangisi bor. Ha, biram xolasim keldi. Yangisi kerak qoldi. Bu yim to'g'ri kelmayapti. Ha? Olib borasan. Yangisini oldik. Ey dadasi. Yur, yangisini oldik. Olib borasan. Siz tushunmadingiz, men Yur, men tushundim. to'xta. Yur. Tushuntira olmayapman, to'xta. Yur deyapman sen. Yangisi kerak. Tushunmayapsiz, Olib borasan. Qo'y yuboring, olib boraman, lokatsiyasini ko'rib olay. Lokatsiyasi ham bormi? Ha? Menga telefoningni olsan, lokatsiyani chiqaraman hozir. Odam, to'xtang. Mana shu yerda mana. Shu yoqda ishlaydimi? Ha, qanaqa ishlaydi? Mana shu yerga olib keldim sizni, sharqgilamlarga. Sharq gilamlariga? Ha, kecha dugonalarim hammasi uyga yangi gilam solgan ekan. Men hamma dugonalarim mana sharq gilamlardan olgan ekan. 12 ta viloyatdagi arzon gilampasi mana shu yerda ekan. Shuncha olib keldim. Ana uydan rasprodajdada olib borib yozib qo'ygan gilamlaringizni o'rniga shu yerdan yozib qo'yamiz deb, yangisini olamiz, shunaqa janjal qildimda ketaman deb. Shuni to'g'ri tushuntirsang bo'lmaydimi? Ya olib bermaysiz, to'g'ri tushuntirsam. Sal qolganda bolalarim yetim bo'lardi. Yur, kiraylik chiqani. Ha, yuring. Qilishga ish yo'q sizlarga. Qani akaginam yangisini narxini tanishtiringchi. Mana shu ko'rib turgan gilaminglar 160 ming so'mdan bittasini olasizlar, ikkinchisi tekin bo'ladi. Xilma-xil ko'rinishda bor. 160 ming so'm mana shu gilamda, bittasini olasizlar, ikkinchisi tekin. Stop. Ikkinchisi tekin dedingizmi? Ha, shu striydigonam kecha menga ikkalasini pulga oldim dedi. Bizga ham ikkinchisi tekinmi? Xuddi shunaqa bo'ladi. Mana ham ko'rib turganinglar 100 ming so'mdan bittasini olsanglar, ikkinchisi tekin bo'ladi. Tanlab olasizlar buni ham. Hamma o'lchamlardan bor. Narxni olsa, vobshe gap yo'q, kvadrat metr 100 ming, 150 ming, hammasidan uyimizni to'ldiramiz. Kassani ko'rsating. Ha, uyga srochni bo'la. Men ko'rsataman bunga yangisini. Daras ko'rdingizmi, yangi baribir yaxshi-da. Onasi, shu narsani chiroyli tushuntirib aytsang bo'lardi. Lekin gapingga ham jon bor. Menga ham yangisi kerak. Nima? Siz ham tushuntirib aytmaysizmi? Onasi yangi uchastkaga aytdim-ku gilam. Lekin baribir bitta yangisi kerak edi. Nima? Mana kuppa kunduz kuni, mana kelishi. Diqqat bilan ehtiyot bo'linglar. Mana tadbirkorlar diqqatiga mana o'g'ri kelyapti. Sharq gilamlar do'koniga keldi mana. Obxod qilib, sekin qarab chiqyapti mana. Do'kon kirdi, zalga kirdi. Bolalar hamma ishlayapti. Ahamiyat bermayapti hech kim. Gilamlarni ko'ryapti mana. Darushka xonaga kirdi. Kamerani ko'rdi, sirraz orqaga qochdi. Gilamni oldi, gilamni yuzi bilan bekitib, gilamni ko'tarib qochdi mana, chiqdi, yugurib ketyapti mana. Qochdi mana. Nima ahvol bu? Mana. Sovg'a dedinglar-ku. Aka, 20-iyul kuni tugaydi sovg'a. Sizning haqqingiz emas bu. Kutaman 20-gacha. 50 mingdan gaz salamiz. Xonaga baho beringlar. 4 kishilik xonamiz, 4 ta karavot, televizor,
Wi-Fi, konditsioner, topli pol, hamma sharoit bor. Oilaviy mehmonlarimiz uchun sharoit ko'radi xonani. Lux panel, topli pol, konditsioner, televizor, Wi-Fi, sanuzel. Ko'rsating. Hamma sharoit bor. Bemalol kelinglar, boshqa xonalarni ko'ramiz. Qani ketdik. Dunyo Hotel nomerlarni opsiyaga qoldiramiz. Manzilni opsiyaga qoldiramiz. Telegram kanaliga o'tsak, lokatsiyasi bor. 24 soat bemalol ishlaydi. Qo'ng'iroq qilaversalar bo'ladi, jigarlarim. Kutamiz keling. Sog' bo'ling. 50 ming so'mga Toshkentdagi eng zo'r mehmonxona Dunyo Hotel. Juda ko'pchilik 50 ming so'mlik xonalaringiz bormi degandi. Mana xonalarning zo'ri sizlarga. Topli pol, konditsioner, televizor, Wi-Fi, hamma sharoit bor jigarlar. Bemalol telefon qilib, joylarni zayn qilib kelaverasizlar. Azizlar, oilaviy xonalarni ko'ramiz. Xonalar juda akkuratni. Ketdik. Bu oilaviy xonalarimiz. Xonamiz juda akkuratni. Xonada alohida yuvinish sochiqlari, konditsioner, televizor, Wi-Fi, sanuzel, hamma sharoit bor. Dunyo Hotel azizlar, nomerlar opsiyaga qoldirilgan. Mana ekranga ham qo'yib qo'yamiz nomerlarni. Mana akamiz kutib oladi. Bemalol kelaverasizlar 24 soat Dunyo Hotel xizmatlaringizda. Lokatsiya kerak bo'lsa Telegram kanaliga o'tamiz. Nomerlar, rasman lokatsiyalar hammasi bor. Azizlar kutamiz, kelinglar, sog' bo'ling. Ukajon, nimalar qilib tashlabsiz? 50 ming so'mdan mehmonxona bor deysizmi? Bo'lishi mumkin emas-a? Opamiz Toshkentga keldi, Navoiy bozor. Haqiqatan ham o'z ko'zlarim bilan ko'rdilar, oilaviy qoldilar. 50 ming so'mdan mehmonxona, boshlanadi azizlar, obzor qilamiz opamiz bilan. Qani ketdik. Qani ketdik. Toshkentda xonalarimiz 50 ming so'mdan boshlanadi azizlar. Xonada konditsioner, Wi-Fi, televizor, hamma sharoit bor. Bitta like bosib, oilaviy xonalarni ko'ramiz. Qani ketdik. Agar siz oshna og'aynilaringiz bilan keladigan bo'lsangiz, sizlar uchun 5 kishilik xonalarimiz ham mavjud. Alisher, meni obunachilarim oilaviy kelishni yaxshi ko'radi. Bizga hamyonbop oilaviy xonalarimizni ko'rsating. Bizning xonalarimiz hammasi hamyonbop oilaviy xonalarni ko'rsatamiz sizga. Qani ketdik. Ko'ring. Bu oilaviy xonalar azizlar, xonada televizor, Wi-Fi, konditsioner, hamma sharoit bor. Eng asosiysi sanuzel ham ichida ekan. Bitta like bosib qo'ying shu videoga. Men sizga adresni hozir tushuntiraman. Dunyo Hotelda hamma sharoit bor. Sergeli Dunyo Hotel azizlar, quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilinglar, Telegram kanaliga o'tsanglar, lokatsiyalari ham bor. Bitta like bosib qo'yinglar.